Marseille, Fransiya. Yomon chiroyli qishloqchalar. Dahshat. Pastlik, balandlik. 50 ограничение qo'ygan. N2 yo'li. Fransiyaning N2 yo'li. Neden ko'p yurganman? Bu 1 yilda yurmaganman. 1 yil, 2 yilda 3 yil oldin ko'p yurardim. Liniyam şeydan edi. O'ng tarafda kamera turibdi, 50 ga qo'yilgan. Terminator demandiman bu kamerani. O'ng tarafda stol bor edi. Arkadan uradi ya oldidan uradi. Ana shu. Eski o'yinlar. 50 qo'yganmi 50 aytdim. Kamera bo'lmasa ham necha ограничение qo'ygan bo'lsa, o'sha ограничение aytdim. Yevropada. Bironta odam ko'rinmaydi. Hozir kirib yotibdi hammasi. Kunduzi robotda ishlaydi, kechasi yotadi. Ertalab soat 5 da turadi, yani robotda ishlaydi, yotadi. Hayot ana shunaqa bilan o'tib ketadi yevropayslar. Bironta odam ko'rinmaydi. Obed bo'lsa konteynerchasini oladi, 1 soat obed mikrovolnovkada isitadi, yana yeb, yana ishini qiladi. Charchash ham bilmaydi buni. Robot, чисто robot. Germaniya в общем robot. Super robot. Eski zdaniya, uychalar. G'ishtdan qurilgan hammasi. O'ng tarafda serkif nasıl bu? Mafiyalarda ham bo'sh odam yo'q. Lekin havo zo'r bo'ldi. Hali quyosh botmoqchi, bulut. Lekin odam charchamaydi mana shu havoda mashinalar. Soat hozir 20:20. Fransiya vaqti bilan. Mashinam kam. Nasionaldagi do'kon N2. İşte 250 kilometre mana shu yo'lda yuribman. Chunki menimcha samon ortdim. Menejer shu nasionalkadan berdi, что avtobanda politsiya ushlamasin deb tent ishgan. Shu hozir Belgiya o'tamani zapravka qilib o'sha zapravka joyimda parking boshida yotaman, erta Gollandiyaga ketaman. Gollandiyada yuk tushirib, yana shu Gollandiyadan yuqori keyin Germaniyaga ketaman. Qishloqchasi tamom bo'ldi.